E38 Boomer raqami bilan. Xo'p, W211imizni hozir men sizlarga Dubai Avtoda qanaqa mashina borligini ko'rsataman va qaysi mashina sizlarga qizuvligini aytsanglar, men shu mashinani sizlarga obzor qilib beraman narx-navosi bilan. Xo'p, birinchisi Hyundai Creta BMW E38 Boomer raqami bilan. Xo'p, W211imizni 3.5 motorligi, W211imizni yana bor, unimizni 6.3 motorligi, BMW X6 Restyling. Xo'p, Honji bilasizlar, buni ham Rolls-Royce'ga o'xshatishadi. Naryoqda Infinity'imiz bor. Xo'p, W210imiz bor, Nissan Maxima, Ford Pickup, Porsche'miz bor. Bilasizlar, buni ham O'zbekistonda bunaqa tuning qilingan, bunaqa ranglari bilan bitta. Qaysi mashinamiz sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Shu mashinani obzor qilib beringlar desanglar, men sizlarga obzorini qilib beraman. Bizga podpiska bosmagan bo'lsangiz, podpiska bosib qo'ysanglar, yaxshi, arzon, sifatli mashinalar qo'yishda davom etamiz. Sizlar hech narsa yutqizmaysizlar, bizga podpiska bosib qo'ysanglar, faqat narx-navolardan xabaringiz bo'lib turadi. Yaxshi mashinalarni xudo xolasa qo'yib turamiz. Salomat bo'linglar, bizani kuzatishda davom etinglar.